Energiya resurslaridan samarali va tejab foydalanish muhim ahamiyatga ega. Bosh prokuratura va O'zenergiya inspeksiya xodimlari hamkorligida Samarqand viloyatida reyd o'tkazildi. Pastdarg'om tumanida fuqaro o'ziga qarashli issiqxonada tabiiy gazdan noqonuniy foydalanib kelayotganligi aniqlandi. Mazkur qoidabuzarlik natijasida gaz ta'minot korxonasining dastlabki hisob-kitoblariga ko'ra 3 milliard 12 million so'mlik zarar yetkazilganligi ma'lum bo'ldi. Farg'ona tumanida joylashgan non mahsulotlari ishlab chiqarish korxonasida ham gazni noqonuniy ishlatilayotganligi fosh etildi. Gaz ta'minot korxonasi 2 milliard 772 million so'mlik zarar ko'rgan. Navbatdagi manzil Andijon viloyati. Asaka tumani Bobur mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan choyxonada tabiiy gazdan noqonuniy foydalanish holati aniqlandi. Gaz ta'minoti korxonasiga 1 milliard 848 million so'mlik zarar yetkazilganligi ma'lum bo'ldi. Sergeli tumanidagi korxonada hisoblagichdan tashqari tarmoqqa ulanib, tabiiy gazni noqonuniy ishlatilayotganligi fosh etildi. Dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra gaz idorasiga 630 million so'mdan ortiq zarar yetkazilgan. Hozirda yuqorida qayd etilgan holatlar yuzasidan tergovga qadar tekshiruv ishlari olib borilyapti.